Oxirgi payt ayrim ota-onalardan ko'rib jahlim chiqadi. Farzand o'qiyman deydi-yu, qo'liga kitob olsa o'qib olim bo'larmiding, bor tur ishingni qil. Bor molga qara, qo'yga qara. Ayrim ota-onalar va noto'g'ri motivatsiya berib qo'yadi. Farzandiga bor iqtidori ham, istodni ham shartta kallasiga bir solib uxlatib qo'yadi. Lekin ongli ota-onalar "Mani farzandim eng aqllisi, sen eng aqllisan, sen eng baxtlisan, seni qo'lingdan ko'p narsalar keladi va sen dunyoni o'zgartira olasan" deb farzandiga motivatsiya berib, hayotga bo'lgan qiziqishini va fikrlashini o'zgartiradi. Va ayrim ota-onalar bor, "Seni peshonangga bu narsa yozilmagan. Biz kambag'al oiladan chiqqanmiz, sen qila olmaysan. Uning uchun katta tanka kerak orqasidan, uning uchun qarindosh urug' zo'r bo'lish kerak. Biza qila olmadik, sen ham qila olmaysan. Seni peshonangda bu narsa yozilmagan. Bersa Xudo beradi. Bo'lmasa bermaydi." Hammasi bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap. Yaxshilab eshitib oling. Qur'onda Rod surasining 11-oyatida aytilgan. Qaysiki bir qavm inson o'zini o'zgartirmaguncha, Alloh ularni holini o'zgartiradi. Ya'ni siz hayotingizni o'zgartirmoqchimisiz? Birinchi o'rinda qarindosh urug'dan, ota-onangizdan emas, o'zingizdan boshlang.